Ya bir ülkemiz çıktı yakında. Dükkançılar oturup alınla dep. Ülkem bir gün sen yatıp al. Benim dehşeti oladı sana. Yine bir mazan kaçı, bir yatışa ne bok kaladı, yıkılıp düşmesin diyeyim ben de. Bir gün Xudo kalasa 3-4 brend'e rasprodaja etip beremiz. Çegirmenem, aksiyanam dım dehşet etemiz. Öykten Texno dükkanın hesabından. Böyle aksiyaya koyup durup çakıradı, yok bakan çakırıp durup geyenden keyin yok edi. Başka özüne reklam etişme yok bize de. Aytılgan gap, aytılgan söz. Gap'e cevap evvela Xudo. En kızıkı bakasında bunu. 2 milyon 600 ming so'mdan qilib beramiz. 2 milyon 600 ming so'm. 2 milyon 600 ming so'mdan. Var 2 milyon 600 emas. 2 milyon 500 ming so'mdan aytib beramiz. Bo'ladimi? Yonyapti orqam. Shunday achyapti bolam. Ko'ra olmayman uni. Bu bir dana, ikki dana emas bu. Bir de bir obzor aytib berayina. Elita xolodilniklarimiz. Bedeli ozginasi bu. Skladimizda to'g'ri, cheklanmagan miqdorda. Bir kommentariy show qo'yinglar deb o'tgan safargi videomizda ko'p obunachilarimiz yozibdi. Shu istaklarına binoan birinci o'ringa kommentariy show atamiz. Birinci o'ringa Metsorovka, ikkinchi o'ringa Blender bosh firmanikidan, uchinchi o'ringa bir dana Kukmara qozon, to'rtinchi o'ringa Xushtak chaynik Sikrovkundan. Ukalarimiz bor chiqib turib, bu aksiya dükanchilara emas deydigan bir yerlari bo'lib qoladi-da. Bu dükanchilar ham deyishli bu. Dükanchilar xohlasanglar dükanchilar ham beraveramiz, xalqimiz ham beraveramiz. Xalqimiz azatsin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshi yurtimizda hormanglar. Xudo xolasa 2025-yilda bitoviy texnika olaman, xolodilnik, konditsioner, kir mashina olaman deb yurgan obunachilarimiz uchun xudo xolasa bugun O'ktam Texnoga keldik. Sizlarga qo'llangancha baholarni bir qadar aytib beramiz. Baholarni solishtirib ko'ringlar, arzonmi, qimmatmi bemalol kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishlaringiz mumkin bo'ladi. Adresni tushuntiramiz, keyin esa xudo xolasa baholar bilan bir tanishtirib o'tamiz. Adres Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, To'rtko'l Dekkan bozori. Bu tarafdan Urganch tarafdan, Berlin tarafdan kelasizlar, bozordan o'tgandan keyin Ulug'bog' svetofordan o'tib kelasizlar, kelaverishda yo'lning o'ng tarafida joylashgan. Bu tarafdan esa O'zbekiston Kolxoz tarafdan, Sho'raxon tarafdan, Odakkayt tarafdan kelasizlar, Vishki boymida, Vishki joylashgan. Vishkidan kelaverishda radarda o'tasizlar, yo'lning chap tarafida joylashgan. Xudo xolasa baholarni aytamiz. Tayyor turinglar, sizlarga ajoyib bir yangiliklarimiz bor. Assalomu alaykum. Atkara, ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi yuribmisiz? Xarmon. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Sağlık ajoyib. Nechik yangiliklarimiz bor, xudo xolasa bu salomlashib bering obunachilar bilan. Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar? To'rtko'l narx-navo kuzatuvchilari, O'ktam Texnoning ashaddiy muxlislari yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Harmanglar. Bugun aksiyani dim zo'rini, dim dahshatini qo'yamiz. Nerealni. Ya bir ukamiz chiqibdi yakında. Dükkanchilar oturib olinglar deb. Ukam, bugun sen yatib ol. Benim dahshati bo'ladi sana. Yana bir mazan kaçı, bir yatışa ne bok kaladı, yıkılıp düşmesin diyeyim ben de. Bu o'tgan safargidan ham dim dahshati bo'ladi. Bugun Xudo xolasa 3-4 brend'e rasprodaja etib beramiz. Chegirmanem, aksiyanam dim dahshat etamiz. O'ktam Texno dükkanın hesabından Xudo xolasa bir chetdan obzorni boshlaymiz. Elita xolodilnikimiz 170 litr xolodilniki bo'ladi. 40 litr morozinliki bo'ladi. Motori GMC Toshiba motor bo'ladi. En qiziqi bahasında bunu. 2 milyon 600 ming so'mdan qilib beramiz. Bor 2 milyon 600 emas, 2 milyon 500 ming so'mdan aytib beramiz. Bo'ladimi? 2,5 milyon so'mdan 2 milyon 500 ming so'mdan elita xolodilnikimiz. Do'stlar, Bo'lsin xalqimizga bo'lsin. ishlarni qaranglar buni. Bu bir dana, ikki dana emas bu. Bir de bir obzor aytib berayina. Elita xolodilniklarimiz. Bedeli ozginasi bu. Skladimizda to'g'ri, cheklanmagan miqdorda 2 milyon 500 ming so'mdan keladi. Ya böyle aksiyaya koyup durup çakıradı, yok bakan çakırıp durup geyenden keyin yok edi. Başka özüne reklam etişme yok bize de. Aytılgan gap, aytılgan söz. Gap'e cevap evvela Xudo. Elitani görsüttik. 2 milyon 500 ming so'mdan. Bularning 3 yil garantiyasi bor, to'g'rimi? 3 yil garantiyasi bor. Pecha turib beramiz. Bir dana ikki dana emas. İbida Shivaki. Görsün. Qara svetinden do'stlar. Shivaki xolodilnikimizdan aksiya qo'yib berdik. Akı serisi 4 xil rengi var. Tamam. Buna 2 milyon 700 ming so'mdan. Var 2 milyon 650 ming so'mdan aytib beramiz. Bo'ladimi? Bahasini sindiramiz. 650 ming so'm. Modeli hozir yine. Modeli 276 degan model. 270. Görüp salıştırıp Libo yerine geleversinler obunachilar. Xorazm, Qoraqalpoq, Libo yer O'zbekiston territoriyasida yo'q bu bakada. Evvela Xudo. Yine. Bu yoqda yine xolodilnikimiz yine. Ko'rsatib Hamma turdagi xolodilnik. Hali skladimizdan dolu, cheklanmagan miqdorda top beramiz. 100 dana, 200 dana. Keyin
Ukalarimiz bor chiqib turib, bu aksiya dükanchilara emas deydigan bir yerlari bo'lib qoladi-da. Bu dükanchilar ham deyishli bu. Dükanchilar xohlasanglar dükanchilar ham beraveramiz, xalqimiz ham beraveramiz. Xalqimiz azatsin. Evida elita xolodilnikimiz bor. Görürsün. Bular 1,5 metrlikmi bular? Bu elita xolodilnikimiz Turetskiy brend bo'ladi, lekin O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Elita modeli 330 degan. Puli 3.850.000 so'm. 3.800 etib beramiz. Libo yerini ko'rib, sarishtirib kelganglar. Avvalo xudo gapa javob, bundan arzon topa olmaysizlar. Bular Yo'q ham bu bahada. quruq boylab muzlaydi bular, to'g'rimi? Bu defrost bo'ladi bu xolodilnikimiz. Defrost boylab. Defrost emas, hammasi defrost xolodilnik. Sifatini avvalo xudo garantiya. Tok svet saylamaydi. Evet. Ekonomik bo'ladi. Yine yılına 237 kW, 100.000 so'm, 120.000 so'm etrafında bir yıllar rasxot etadi. Bir yilda rasxot. Keyin qo'l avtomatimiz bor edi. Shivaki 8 kiloluk 3 motorli. 3 motor deganda bu yana ham yuvadi, ham quritadi bu yana. İşte göster. İyi plus motoru bor. Ya kirni yupanlagan nasosi bor ichida, chiqarib tashlaydi. Suvni chiqarib tashlaydi. Mana Mana защитный xil ekan Üstü bular. stiklanli yana tormozu beyni, taşaber yoqtigini o'zi ostidan yapıladi. Buna pulni 1.400.000 so'mdan beramiz. Divanda tapchanlarimiz ham bor. Obunachilarimiz uchun ichida tapchan ham hozir endi sezon keldi-ku. Ava. 2 ga 3lik razmerlarimiz yine. Puli 1.900.000 so'mdan. Dastlabkisi ustonovkisi ichida. Zakaz etilgan, taxtasi yupqa emas, qalin taxtadan. Bular 2 metr 3 metr, to'g'rimi? 2 ga 3 bo'ladi. Puli 1.900.000 so'mdan. Dastlabki ustonovki ichida. Bu yanda 2,5 va 3,5 bor. 2.900.000 so'mdan beramiz. 2,5 va 3,5 razmer. Ava, yine. Asortimentimiz ko'p. Dastlabkilari bor ichida. Dastlabkisi Xorazm Qoraqalpoq bo'ylab. Aparib berasizlar shu bahona ichida, to'g'rimi? Shu bahona ichida. Dükanımızdan girib oldik. İbida yana xolodilniklarimiz bor. Bular ham rasprodaja aksiya qo'yib berdik. Ya aytganimizdek, yemiştik buni sirtdan olib chiqolmay qoldik, iste'dodmay qoldik. Yana to'satdan gap qoldik. Bu cheklanmagan miqdorda aytganimizdek, dükanchilar ham beraveramiz, hech narsa yo'q. Xalqimiz ham azatsin, dükanchilar ham azatsin. 316 model Shivaki. Modeli 316. 4 xil rangi bor. Oqib, qarasi serisi, to'rni serisi. Puli 2.900.000 so'm. Simishga pul atib tashladi. Bu yerda 341. Shivaki. Mana 4 xil rasvetchisi bor. Bular defrost bo'ladi, to'g'rimi? Bular hammasi defrost bo'ladi. 3.150.000 so'm atib beramiz. Bo'ladigan yerda. Bu yerda Seventage kompaniyasining o'zlarimizning milliy brend 272 da modeli. Xolodilnik, morozinlik pastda bo'ladi, xolodilnik yuqorida bo'ladi. Buni 3.650.000 so'm atib beramiz. 3.650.000 so'mdan 272 kodi bilan do'stlar. Bravo. 272 degan model bo'ladi. Puli 3.650.000 so'm atib beramiz. Cheklanmagan miqdorda. Bu yerda meni assortimentlarimiz juda katta. Ko'rsataylik. 7-8 qator xolodilnikimiz bor yana. Gapni qisqasi xolodilnikimiz 2 million so'mdan boshlaydi. Eng arzoni 20 million so'mgacha bor. Yana servislalarimiz bor. Laretto kompaniyalar bor. Har xil. Bu yerda Seventage ham tur bor. Bu yerda yana Ferri kompaniyamiz bor yana. LG motor bo'ladi. Ishlarni ko'rsatdim. Bu mağaza aksiya tushib turibdi. 4.300.000 so'm qilib beramiz yana. Oq svetlari qo'yib ya, ko'rsatganimiz yana. LG kompressor bo'ladi. Puli 4.100.000 so'mga tushib turibdi hozir. Oq serisi, qarasi ko'p. Qog'onni xudo xolosa o'zlaringiz kelib turib ko'rasizlar, polni hammasini ochib, tekshirib ko'rasizlar. Hozir biz qisqacha aytib o'tamiz, xudo xolosa qog'onni o'zlaringiz ko'rasizlar. Qo'llangancha arada aytib boraveramiz. Yine evde katta yeni premium klasdagi xolodilniklarimiz bor ham, haysaslaylar. Ular ham aksiya tushib turibdi. 3 xolodilniklarni o'tgan videoda aytib berdik. 14-15 million so'mdan sotilgan narsa 9.800.000 so'mga tushib turibdi. İşler ham yana metal cooling deb aytiladi. Tok o'chib qolgan 5 soatgacha ichini sovuqlikni ushlab berib biladi. Tortmoli bo'ladi. Moroziniki 2 tortmoli. Ha, 2 tortmoli ekan bular. Ha.
Qarası, nirjoykasi, her bir rengi var. Asortimentimiz ko'p. Keyin bir de ozgina kichikroq bor. Ha, Hisense firmaniki inverter bo'ladi, metal qo'ling. Puli 9200 ming so'm tushib turibdi. Bular 9 million 200 tushgan. Ular 11 million 12 million so'mga 500 ming so'm sotilgan. Qarasi, nirjoykasi, turi ko'p. Bu shuni qara xilasi, to'g'rimi? Bu ham 9 million 200 ming so'mdan. Hava. Shivakini yana bu xolodilnikga meni aksiya tushib turibdi. Bundan bir ko'rsatib chiqaydi. Bu 345 degan Shivakini eng katta modeli bu. Nima aytib o'tib ha? Aytik. Xalqimizga qiziq bu. 3 million 800 ming so'm aytib beraman. Yine model. Yalnız CNTH kompaniyasi bu yine. No Frost deb aytiladi. Bular No Frost. Tamam. Bular ham aksiya tushib. 1 million 400 ming so'm aytib beramiz. Bular ranglari ko'p axir, to'g'rimi? Her türlü rengi var, asortimenti ko'p. Premierlerimiz var, Brandolar var, bir de Hisense'imiz var yine. Hisense kompaniyaniki 5 milyon 500 ming so'm aytib beramiz. Ha, No Frost bo'ladi. Endi stiklarning qora rangi yine. Bir de avlonlarimiz var yine. Avlon so'raydi onlar amma da. Bular sensorli sırt tarafından Bu tabloları bu. Sırtında görsüp turadi hammasini. Morozinlik incha grad sovutib turibdi, xolodilnik incha grad sovutib turibdi. Şuradan düzüp olamı bu muyum sırt tarafı? Şuradan düzüledi. Sırt taraftan düzüledi. Sensor yine. Sensorli bo'ladi. Bir de Premier kompaniyamiz var yine. İşte morozinlikleri. İşlere metal qo'ling bo'ladi bular. Şunu 8 milyon 600 ming so'm aytib beramiz. Başta 2 milyon so'm pul tushgan do'stlar. Bir de oğlanımızda yine onların kattaroqlari var. Pulundan başı vermedi. En kızığı halkımıza pulu kızık bunu. 8 milyon 550 ming so'm nirjoykasi, inverteri, en fullu. Van metal qo'ling ishlari. Bir de yine ak renklari var. Artellerimiz var bir yanda. Laretto. Bir de yine Hisense'nin brandidim kötü bize de. 6 milyon 100 ming so'm bahası. 6 milyon 100 ming so'm. Boyam 1.90-1.95 çıkardı. 2 milyon 100 ming so'm bahası qaytgan. Ama ne işleri? Endi masalan ko'p obunachilar klientlar sizdan podarik so'raydi-da, o'tkira. Endi siz podarikini o'rnina bahasini zavod bahasi qo'yibsiz, to'g'rimi axir? Bize de padarki deyen narsa yok. Tamam. Bize de zavod narxında aksiya tushib turibmiz. Hozir padarkini aytdik, o'tgan videoda ham aytdik. Belgini alıp belgisini ham idla dedik-ku. Ha. Tamam. Shunda yana zavod bahasida do'stlar, qaranglar, 8 milyon 200 lik 6 milyon 100 ming so'mga tushgan. Baho tarafdan aksiya bahada başta zavod bahasini o'zida ko'rsatib turibdi. Zavod bahasini Ha, zavod bahasini o'zida. Başta deyen narsa yok. Başta deyen narsa yok bize de. Cemşit, Xudo xolasa yine aksiyalarni ham dahshatidan sindirib ishladik. Endi bir shu o'rinda bir narsa aytib o'tacakman. Bir kommentariy show qo'yinglar deb o'tgan safargi videomizda ko'p obunachilarimiz yozibdi. Shu istaklarga binoan birinchi o'ringa kommentariy show atamiz. Birinchi o'ringa Mesrovka, ikkinchi o'ringa Blender bosh firmanikidan, uchinchi o'ringa bir dana Kukmara Kazan, to'rtinchi o'ringa Xushtak Chaynik Sikrovkundan, ajoyibundan. Kommentariy showimizni tartibi meningni bo'ladi. Xudo xolasa keyingi video chiqarganimizda shu 4 yil Narx-navo kanalida kommentariyni o'qib o'tirib aniqlaymiz. 4 o'ringa Xudo xolasa 3 sovg'ani beramiz yana. Hurmatli obunachilarimiz uchun. Do'konning hisobidan Gref. Endi hozir sezonimizdan kirib kelayotib konditsionerlar o'tsak bir chetdan. Konditsionerlarimiz assortimentni bir ko'rsak, assortiment juda katta. Assortimentimiz pulga keladigan bo'lsak, puli 3 milyon 850 ming so'mdan boshlaydi. Ketaveradi. Top 100 lik konditsionergacha bor. Pullari har turli o'zini kачествосына, sifatına qarab aytilaveradi. Misol uchun Ibedayna Artel kompaniyamiz bor. 3 milyon 850 ming so'm aytib beramiz. 12 lik bo'ladi. Bular 12 lik, bular nechik bular? Qizdiradigan ten ham bormi yo to'lqa sovut ham bular? Bu eng arzoni tensiz varianti bo'ladi. Inverter bo'lmaydi. Bu puli 3 milyon 850 ming so'm. Artelniki. Artelning 10 ga yaqin turi bor. Üstünde yana bir turi bor, misol uchun. Bular 4200. Yuqorida bana. Bular 5 5,5. Ketaveradi. Inverter kompaniyalarimiz bor. Bu yanda
Premierlerimiz var. Yine 18'lik, 24'lik, her türlü. Yine yine Xatar bilen 18'lik. August desa August almayla. Augustniki. Augustlarımız alma. Bir yanda Zifler, yine Zifler'in türleri gelip, bir de Premierlerimiz var yine. 12'liki motoruna 10 yıl garanti veriladi onu. Yine tiyine en mevcuba 4.800 ming so'm etib beramiz. Bir de yine 24'lik Premier'niki var yine. Konditsionerimiz. DC inverter bo'ladi. Golden Fin. Fin ham, motor ham mis bo'ladi. GMC motor bo'ladi. GMC degani Toshiba yaponskiy motor bo'ladi. Tiyini bor, motorning 10 yil garanti. Mana bu yo'rishdik. Bir de yine inver konditsionerimiz 12'lik bo'ladi. Toshiba kompressor. Tiyini bor yine. 32 freonda ishlaydi. İşler ham mis bo'ladi. Motor ham mis. Ularni 4 million 100 ming so'mdan olib beramiz. 4 milyon 100 bin so'mdan. Xalasi 2000 modeldan, xalasi ham bundan 3-4 turbalı bir taxlanmagani bor. Ko'rsatib klientlarimiz kelsa tushuntirib, birin-birin erinmasdan tushuntirib beramiz. Keyin o'tkir akaning xudo xolasa bugun 14-aprel kuni qachonachalik ko'p beramiz buni? Aksiyani 10 kuna qo'yib beramiz. Xudo xolasa shunda 14 bo'lsa 24-aprel kungacha aprelgacha. aksiyamiz davom etadi. Shu bahodan kelib turib qo'yilgan bahodan ikichlari mumkin bo'ladi. Qo'yilgan baho zubday deydi-ku. Yanda televizorlarimiz ham aynan assortimentlarni ko'rsatib berik. Televizorimiz 80 likdan boshlaydi. Ta 100 lik televizorgacha bor. Assortimentimiz juda katta. Televizorlarimiz eng arzoni boshlaydi yine benda 80 liklar. Puli 1 million so'mdan boshlaydi. 1 million so'mdan. 1 million deganim 5 smart bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar. 1 million so'm degani 5 smart emas. Smartlarimiz 1 million 300, 1 million 400 dan boshlaydi. Ta 1 million 800 gacha boradi. Keyin 43 liklarimiz bor. 43 lik televizorlarimiz 2 million so'mdan boshlaydi. Ta 3 million 3,5 million so'mgacha bor. 43 liklar. 43 liklar. Hava. Keyin bir de 50 düğüm var. 1.30 lik deb aytiladi yine. Yana bu xatar. Bular 3 million 200 dan boshlaydi. Ta 4,5 million so'mgacha bor. 3 milyon 200'den 4,5 bu bahaları. 55 liklerimiz başlaydı. 55 liklerimiz 3 milyon 800'den başlaydı. 3 milyon 800'den ta yetadi, ta 5,5 6 milyon so'mgacha. Bular hammasi smart bo'ladi, to'g'rimi? Hemen smart Android bo'ladi. Android smart bo'ladi ekan. Şimdi crash degani antena bonus. Dükkanın hesabından graf deydi-ku. Keyin 65 likimiz yine. Xatar bilan 65. LG, Samsung, Inmer, Zifler, Hisense hammasidan bor. Bir de 75 liklar yine. Belgili 75 liklar. 75. Plisoslarımız, assortimentimiz juda katta. Bir ko'rsatib ber. Eng arzoni boshlaydi plisoslar 500 ming so'mdan boshlaydi. 3 million so'mgacha ketadi. Bankeli, xaltali, chelakli, mo'yishli hammasidan bor. Bu yan tarafdan mo'yishni yaxshilang. Ha. Endi buni bir to'g'risini aytsam 100 dan ham ziyod turib buni hozir bir chetda aytib chiqadan bo'lsam, video 200 soat o'tib ketadi. Bu yana chelaklarimiz bor. Keyin yana buning bahosini aytib o'taylar. Ferrer kompaniyalari bor yana. 18 litrlik bo'ladi, 950 ming so'm bo'ladi. Chiqib 950 dan boshlaydi chelaklarimiz ta 1,5 million so'mgacha bor chelaklar. Chelaklar. Hava. Bu xaltalarni aytdim, 500 ming so'mdan boshlaydi ta 2,5 shungacha boradi. Yana bo'lsa bor yana banishli. 1 million 600 ming so'm. Bundan ham qo'yib beramiz. 1 milyon 600 bin so'mdan 2 bundan. megawattlik bo'ladi. Bunda dahshat bo'ladi. Nasi, tartishib. Puli 1 million 600, bundan ham qaytib beramiz buni. Bu xo'pchilarimizning eng arzoni boshlaydi 450 dan boshlaydi. Sat 2,5-3 million so'mgacha boradi. Bu xo'pchilarimizdan. Bulancha so'mdan. İtimatlarımızın Hava. bu bahası 1 milyon 700. 1 milyon 700 bin so'mdan. Hava. Çift Türkiye'ninki bo'ladi. Gaz plitalarimizdan başlasak, gaz plitalarimiz en arzoni 1 milyon 800 dan başlaydı. İB'den başlayacağım şey Ferrer kompaniya. Aklı karıştırmışsa işleri, duhopkileri. Bu en ekonomi işinin en arzoni bu. 1 milyon 800 bin so'm. 1 milyon 800 bin so'mdan. Keyin men dedi tovuqni grill etib yesim bor dedi-da, obunachilarimiz bo'lsa. Sistralarimiz şeyde griller ham bayna. Ne Türkiye? Belgilar griller qiling. Firmalarniki bor. Odol bor, Avangard bor, bir de Artilla bor. Yine. Yine grilli gerek olsa yine bitta eldin. Grill
Tavukni bosib qarasam ko'rasiz. Gaz filtramiz 4250 ming so'm chiqib turibdi. Eng premium klasdagi gaz filtri bu. Yani bular san garantiyalar ham boshqacha yanadi. Keyin ibida yana bu 5 gözlerimiz var yine. 5 gözlerimiz 5 milyon so'mdan boshlaydi. Tam 6,5 milyon so'mgacha. 5 gözler 5 milyon so'mdan boshlanadi, 6,5 milyon so'mgacha. Mashinan bo'lsa, marazinliklarning asosiy juda katta. Puli 3 milyon 500 ming so'mdan boshlaydi. 15 milyon so'mgacha. 3 milyon. Bir tonnalıklar ham bor. Video davomida ko'rsatib boramiz. Eng arzoni yine 3 milyon 500 diyelim. Belgilar 3 milyon 500. Aksiya tushiramiz. Aksiya qo'yamiz. Ario firmaniki bo'ladi. LG kompressor bo'ladi. 220 litr bo'ladi. Hajmi. Kolona 3 milyon 300 ming so'm. Yer palasa yig'iladi, sandiq bu araba. Üst taraf şişeli. Setkidan abay, 2 tane setkisi var. 3 bakasıca son burada. Mana shu maqsad. Bu ham 3 milyon 300 ming so'mdan. 3 milyon 300 ming so'm aytib beramiz. Keyin avangard firmaniki bor. Avangard firmaniki sandiq bo'ladi. Buni puli 2700 ming so'm. Lampochka sandiq için. İçini yaktatib berib turadi, 2 milyon 700 ming so'mdan bo'ladi. 2700 ming so'm aytib beramiz. Bu yan tarafdan oynalar ekan bular hammasi. Bulancha so'mdan bakalari. Mana bakalari yine ibida eng arzoni boshlaydi ibida yine. 4 milyon 100 ming so'mdan 4 milyon 200 ming so'mdan boshlaydi. Yetirini olib. Yetaveradi tushdi. Bunda 10 milyon so'mgacha bor. Bu yandan yine Zifler kompaniyamiz bor. Ibida yine vitrinli xolodilniklarimiz bor. Endi sezon kelyapti, suv bu tayyorlanadi taxlab. Dükanchilarimiz, yani produkt dükanchilar. Oğlanımız kenarımız var. Asortimenti ko'p. Eng arzoni boshlaydi 4,5 milyon so'mdan boshlaydi. Bular 4,5 milyon so'mdan başladı. 5 milyon so'mdan boshlaydi, ketaveradi. Ta 10 milyon so'mgacha bor. Bir de yine Immer kompaniyamizda yine 900 litrlik marazinimiz ko'rsatsak. İçine 3-4 tane öküz bemalol ketadi yine. Sandıklı bo'ladi, baquvvat narsa bo'ladi. Nima ajoyib narsa. Tertipli. Mana pulini 9 milyon 800 ming so'm aytib beramiz. Eng arzoni pul avtomatimizda 600 ming so'mdan boshlaydi. 600 ming so'mdan. O'tgan safar ham 600 mingdan boshlaydi deb buni ko'rsatmagan ekanmiz. Ha. Ko'p odam kelib turib 600 ming so'm deb men aytding deb yanglishib turibdilar-da, ko'p mijozlarimiz. Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar, 600 ming so'mlik yine Sirius kompaniyanikidan bo'ladi. 4 chila bo'ladi. Ulan neçik oladi? Özünde yuvada sıkıp vermeydi rang bular. Vermeydi, kur yuvib beradi, qo'lda siqiladi. Sirius kompaniyanniki bo'ladi. 4 chila bo'ladi. 4 kiloluk. Bu 600 ming so'mdan boshlanadi ekan. 600 dan boshlaydi. Keyin asta ko'tarilib boraveradi. Ibida yine Elita kompaniyamiz bor yine 8 kiloluk, 7,5 kiloluk yine 1 milyon 300 ming so'mdan. 2 motor bo'lsa bo'ladi. Elita kompaniya yine 7,5 kiloluk, 1 milyon 400 ming so'mdan. Turlari ko'p. Keyin ibida yine ya ko'rsatdik buni. Shu ekan. 1 milyon 400 ming so'mga aksiya qo'ydik buni. Libo yerini ko'rib kelsin. Libo yerini. 1 milyon 400 ming so'mdan shu ekan 8 kilogramdan topildi. Javob kelib buni. Keyin ibida yine Sonar firmaniki bor yine. 1 milyon 400 ming so'mdan 7,5 kiloluk. İşlerini ko'rsatib beramiz. 2 motorli bor. Bir yana yo'qdi, bir yana kurtadi. Artellerimiz var. Volmer var. Vesta var. Brando, Koning. Atlarım kübek gitti. Bir de Elita'sı var yine. Elita yine 10 kiloluk var yine. Onlar ama katta iş olayına 2 milyon 200 satılgan. 1 milyon 700 ming so'm ko'ramiz bahasini. Uchkalari. Yine işleri. İç taraftan ham Adiyam katta. purtça yo'varadilar. Zaştalı üst tarafı 1 milyon 700 ming so'mdan. 1 milyon 700 ming so'm. Bir de Premier kompaniyamiz bor. 10 kiloluk bo'ladi bu. 1 milyon 700 ming so'm aytib beramiz. Aksiya tushib turibdi yana boshqa. Mana ishlari. Gösterib. Xullas pul avtomatimiz 600 dan boshlaydi, ta 2 milyon 200 2,5 milyon so'mgacha boradi. 10, 12, 15 kilogacha bor. Gaz filtrlarimiz yine, mebelli gazlarımız var. Başladık dedik. Asortiment juda katta. 7H deymi, RTL deymi, Rulus deymi, Zifler, Immer hammasidan bor. Bahası 1 milyon 200 ming so'mdan boshlaydi.
1 milyon 200'dan başlaydı. Gitadi ta 1 milyon 600'e baradi. Tamam qimmat emas, javob tushib ketmas. Keyin ibida 5 ko'zimiz bor, yine ziflerimiz nirjoyga bo'ladi. 1 milyon 700 ming so'm. 1 milyon 700 ming 1 so'm. milyon 700 ming so'm. İbida mebelli duxovkalarimiz bor yine. Her türlü var. Mesela kümlüğüne kasiyatı olmasa her türlü var. Şulara komplekt ibida yine bitişkiler var. Basatın yetemez. Cüde kekte. En arzanı başıydı 650 ming so'mdan başlaydı. En kıymeti 2,5 milyon so'm açacak. 650'den 2,5 milyon so'm açarlar. Ibida Vesta kompaniyalarımız var. Bu arzalar çıkardı. Her türlü kompaniyası bir Simit işle var yine. Fazla çıkan. Keyin bir anda yine Kosuda mokilerimiz var ibida yine. Acayip bunlar. Qaysiniz kompaniyaga ketib Kosuda yo'q mokilerimiz. 4 milyon 200 ming so'mdan qaytib beramiz. Bu sensorli mi? Bu knopishni. Knopishni bo'ladi. Ibida qarasa bu mebelli deb aytiladi. Ibida mebelning ichida dikib berib, tablosi ko'rib turadi. Ibida mebelni rangini disipsini qo'yib beraveradi. Bulancha so'mdan. Buna pullari yine bu 4 milyon 200 dedik. Bu 4 milyon 100 çıkar. 4 milyon 100 ming so'mdan do'stlar. Qaytib geliştiremiz yani. İbida avtomatçı maşinlarımız yine. Her türlü asortimentimiz var. Ta 6 kilodan başlaydı, ta 12 kiloya var. En arzanından başlaydı olmasam, en arzanı Zifler firma boladı. 8 kiloluk boladı. Inverter boladı. Pılı 2 milyon 750 ming so'm boladı. İşler hem kristalli baraban boladı yine. Tutarlı para veradi. Brendlerimiz ko'p. Yine Tisel kompaniyamiz bilan Didi motor deb aytiladi. Didi degani bezremin bo'ladi. LG'lar motori bilan bir xil edi. Barabonni o'zina qatirgan bo'ladi. Puli 4 milyon 400 ming so'm aytib beramiz. Bular sensorli bo'ladi, to'g'rimi bular? Sensor bo'ladi, tablolar. Tablolar sensorli yani. Keyin ibida Sentis kompaniyamiz bor yine. 7 kiloluk inverter bo'ladi. Yine ishlari 99% kristalli bo'ladi. Puli 3 milyon 100 ming so'm bo'ladi. 3 milyon 100 ming so'mdan ben tarafdan graduslarni Paravoyi içinde terazileri, samachiskilari hamma mavjud bor içinde. En lüks bu. Sentis kompaniya 7 kiloluk içinde. Serisi akı, qarasi her türlü renginden var. Keyin ibida LG'lerimiz bor yine. 7 so'raydiganlar uchun. 6 kilodan tartib ta 11-12 kilogacha bor. Puli eng arzoni yine 4 milyon 400 ming so'mdan beramiz LG'ni. 4 milyon 400'dan. Didi motor bo'ladi, inverter bo'ladi. LG'ni endi bilgan biladi, bilmagan endi biladi dedi-ku. 7, 8, 9 ibida. Ibida 11 kilo ketaveradi. LG tamam bo'lmaydi bizda. Bizda ya LG'ni arzon qo'yib turib 3,5 milyon so'm, yana 3 millionlik qadar qo'shib beraman deb yegandan keyin boshqa narsalarni pirlaga tatimiz. Ko'nglini no istasa hammasini aytib, hammasini pul chiqarib beramiz. Kira bitoy texnikalarni aytib o'tdik. Endi bu yon tarafda Ariston bachoklar qolib ketibdi ekan. Aristonlarimiz bor. 30 litrdan başlaydı. Ketaveradi ta 100 litrgacha bor. Ular so'raydiganlar bor, aslida xizmatchilarlar bo'ladi. Ha. Lekin bizdan ham kelib so'raydi. Aristonni o'zi yutganlar bo'ladi deb so'raydiganlar bo'ladi. Necha so'mdan boshlanadi bular? Eng arzoni bizda 1 milyon 200 dan başlaydı. 1 milyon 200 ming so'mdan. 1 milyon 200 dan başlaydı. 30 kilo bo'ladi. 30 kilolik bo'ladi. Yine bu 50 kiloluk. Bular 50 kilo, 50 litrlik. 1 milyon 300 ming so'm. Bular turi ko'p, yine ketaveradi. Rangini, narsaga qarab, royal deymi, shivaki deymi, hammasini oladi. Bir de yine 24'lik kalınlık kondisyonerlerimiz var yine. Puli Rulus kompaniya bo'ladi. Puli 13 milyon 500 ming so'mdan sotilgan, 9 milyon 900'e tushibdi hozir bahasi. İçinde tiyana var, mis radiator bo'ladi. Bir de shivakilarimiz var. Avlonlarimiz var, avlon so'raydiganlar uchun. Pulini ham aytib ketaman. Qiziqdan puli. Ko'pida 12 milyon so'm, 11 milyon so'm deydi. Bunu qo'shib beraman, bunu qo'shib beraman deydi. Borib, shu reklamadan ko'rib borsa, ko'p odam kelib turibdi o'zlari. E'tiroz bilan aldadilar bizani. Kelsa boshqa yo'lni prilakat etadilar. Bizda nima emas, bizda realniy bahasi aytiladi. 15 milyon 400 ming so'm. 10 yil garantiyasi bilan. 10 yil garantiyasi bor. Endi Simtis kompaniyasi bor. Bundan tashqari kompaniyalar ko'p brendlarimiz bor. Inmerniki bor, Ziflerniki bor, Citronic bor. Hammasi bor.
Gelseler görsətib, tushuntirib 24 emas, bizlarki 24'dan tamamlıklarımız, 24'dan başlayıp ta 100'lü kese top veremiz. Kirasada to'lqin наличиemi yo bo'lib to'lash xizmatlari ham bormi? Bizde fakat naqd plastik, keyin bölüp to'lay bo'ladi olmasa, bize o'zlarimiz xodimimiz bankdan kelib o'tirgan halol nasiyadan chiqarib beradilar. 3 oy, 6 oy, 1 yil. Biz hozir aytib danıştırgan bahalarımız bize de naqd baha bo'ladi. Eğer bölüp to'lay bo'ladi olmasa, balla çıkarıp grafik qo'ldan chiqarib beradi. Doğru gelse pasport plastik olsa bo'ldi. Sırası 5 yil ichida klientlarimizni ishlarini chiroylatib bitirib, uyina dastlabki ustanliklarni qilib beramiz. Xudo xolasa do'stlar, yana наличи pul olmasanglar bo'ladi, xohlasanglar bo'lib to'lash xizmatlari ham mavjud. Hamma narsani aytib o'tdik. Endi tushunmagan yerlari bo'lsa, telefon nomerlaridan bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Nomerlaringiz ekranda qoldiramiz. Bu aksiyamiz 10 güne koyduk. 10 gün devam etadi. Lekin online ko'pchilik telefon turibdi. Kechda soat 12'da birda uradigan klientlarimiz ham bor. Biz soat 12:00 nima tushuntirib beramiz klientlarimizga. Endi shu yerdan aytib o'tib ketdimda. Bizda Telegram, WhatsApp va nomerlarimizda giradilar. Lokatsiyada bo'lsa, lokatsiyasini tashab beramiz adresimizni. Ya telefon açsalar qo'llangancha javob beramiz. İlacı bo'lsa kelib, ishida realni ko'zi bilan ko'rib olganlar yaxshi. Telefonda o'tirib turib, telefonda baribir ko'rganini tushuntirib beramiz. Gelseler görüp sanıştırıp gelsinler. Ki ahırında bizlere gelsinler. keyin qarang qiziqi hamma narsani baholarni aytdik, to'g'rimi? Endi meni kanalimga aytib kelsa, nima qo'shib berasiz? Seni kanalına aytib kelsa, ajoyib bundan dükkanning hisobidan bir dana qo'shiraydan so'g'a qo'shib beraman. Xudo xolasa do'stlar, Jamshidning kanalidan 4 yil narx-navo YouTube kanalidan ko'rib keldim desanglar, xudo xolasa podarikisi bor, to'g'rimi? Podarik qo'shib beramiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Bemalol meni kanalimga aytib kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Hamma narsani aytib o'tdik, baholarni oling. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Xudo xolasa, meni obunachilarim sizning klientlaringiz qaytadan ko'rib, yana xudo xolasa aksiya bahada shundan xarid qilib ketadilar. Baholarni aytdik, xudo xolasa sizlar yakatgan uydaman. O'ktam Texnoga kelish uchun xudo xolasa adresni bir tushuntirib o'tamiz. Adres Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani. Bu tarafdan Urganch tarafdan, Berlin tarafdan kelasizsa bozor bor. Bozordan to'g'ri o'tib kelasizsa svetofordan kelaverishda yo'lni o'ng tarafida joylashgan O'ktam Texno. Bu tarafdan esa O'zbekiston kolxoz, Sho'raxon tarafdan Adakkayb, Sputnik, Miskin tarafdan kelasizsa Vishki bor. Yana Vishkidan to'g'ri o'tib kelaverasizsa, kelaverishda yo'lni chap tarafida joylashgan O'ktam Texnoda. Xudo xolasa do'stlar, hamma shu yerda kutib qolamiz. Yana xolodinlik kirmashinlarni ko'rdingizda, bu yerda ko'p bemalol kelib turib, shundan xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Baholar yoqqan bo'lsa, ajoyibdan bir like qana bosinglar, yetkazgan vaqtingizda rozi bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan 4 yil narx-navo kanali bo'ldi.